AQSh Eronga 11 kecha ketma-ket zarba berdi. Qurbonlar soni oshmoqda. AQSh harbiylari o'tgan tunda Eronga qarshi ketma-ket 11 kecha havo hujumlarini amalga oshirdi. Bu haqda 22-iyul kuni AQSh Markaziy qo'mondonligi CENTCOM ma'lum qildi. Rasmiy bayonotga ko'ra, zarbalar Eronning harbiy operatsiyalar markazlari, dengiz kuchlari obyektlari, aviatsiya angarlari, dronlar saqlanadigan omborlari hamda harbiy logistika infratuzilmasiga qaratilgan. Shuningdek, AQSh ushbu amaliyotlar Hormuz bo'g'ozi orqali harakatlanayotgan xalqaro savdo kemalariga tahdidni kamaytirishga xizmat qilishini ta'kidladi. Ma'lum qilinishicha, 21-iyul oqshomida o'tkazilgan operatsiya taxminan 75 daqiqa davom etgan. Washington so'nggi 3 oy ichida Eron Hormuz bo'g'ozidan o'tgan 30 dan ortiq tijorat kemasiga hujum qilganini iddao qilmoqda. Eron Sog'liqni saqlash vazirligi esa AQShning so'nggi zarbalari oqibatida 50 nafar tinch aholi halok bo'lgani, 500 kishi yaralangani haqida ma'lum qildi. AQSh tomonining bildirishicha, so'nggi kunlarda mojaro davomida halok bo'lgan amerikalik harbiylar soni 18 nafarga yetgan. O'tgan hafta AQSh prezidenti Donald Tramp amerikalik harbiylarning o'limidan so'ng Erondan qasos olinishi haqida bayonot bergan edi. Shuningdek, u zarbalar nishonlari ro'yxatini energetika inshootlari va ko'priklar hisobiga kengaytirish ehtimoli haqida ham ogohlantirgan. Xalqaro huquq nuqtai nazaridan esa 1949-yilgi Jeneva konvensiyalari fuqarolik aholisini hayoti uchun muhim hisoblangan obyektlarga hujum qilishni taqiqlaydi. Ayrim xalqaro huquq ekspertlari bunday obyektlarni nishonga olish haqidagi tahdidlar xalqaro huquq doirasida jiddiy baholanishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Urush davom etar ekan, AQSh va Isroilning Eronga, shuningdek, Isroilning Livanga bergan hujumlari oqibatida minglab insonlar halok bo'lgani, millionlab aholi esa o'z uyini tark etishga majbur bo'lgani aytilmoqda. Mojaro global neft narxlarining oshishi va jahon moliya bozorlarida beqarorlikni kuchaytirishda davom etmoqda. Sizningcha AQSh va Eron o'rtasidagi mojaro yanada keskinlashadimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni va eng muhim yangiliklarni birinchilardan bo'lib kuzatish uchun qo'ng'iroqcha belgisini yoqishni unutmang. Xayr-salomat bo'ling.